judayam baklajonli salat yegim kelganda doim shu salatni tayyorlab yeyishga harakat qilaman. Sababi bu ham to'yimli, ham salat o'rniga o'tadi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi baklajon va tuxum. Tuxumni yaxshilab vilkada ko'pirtirib olamiz va baklajonlarimizni unga bo'lab, so'ng tuxumga bo'lab, keyin yog'ga qovurib olamiz. Qovurib olgan baklajonlarimizni pergament qog'oz ustiga birma-bir terib chiqamiz. So'ng masalan men qovurilgan baklajonlar ustiga oldin sirni sixakdan o'tkazib, uni qizdirilgan pechga 2 daqiqaga qo'yib, mana shunaqa eritib oldim. So'ng sovutib, sovigandan keyin ustidan yana pergament qog'ozini qo'yib, aylantirib oldim. Keyin pergament qog'ozini olib tashlab, ustidan birinchi navbatda krem chiz qo'ydim. Xullas krem chizimni ichiga nima deydi buni endi, chiz krem deydim, krem chiz deydim. Xullas kalom sirimizning ichiga ozgina ko'kat va chesnok soldim. So'ng ustidan pomidorlarni terib chiqdim va rulet shaklida sekinlik bilan o'rab oldim. Keyin o'rab olgan salatimizni, ya'ni pergament qog'ozini ustidan yechib olib, xullas doskani ustiga qo'yib, kesib yeyishni boshladim desam ham bo'laveradi. Xullas menga ham juda ham yoqdi, chunki men ham buni internetda ko'rib, o'rganib, o'zim tayyorlab ko'rishga harakat qildim va menga bu juda ham yoqdi.